Bugun sizlarga modellik faoliyatini qanday boshlaganligim to'g'risida aytib o'taman. Hozirdan aytib o'taman. Modellik faoliyati bu professional model emasman. Hali dunyo podiumlarida chiqqanim yo'q. Koreyadagi podiumlarni anchasida chiqdim, lekin mana bu mashhur dizaynerlari hali kiyimlarini kiyib ko'rmadim, chunki hali unaqa darajaga yetmadim deb o'ylayman. Lekin ko'pgina tanlovlarda qatnashdim, o'zimga kerakli o'rinlarni oldim. Xudoga shukur, Allohga shukur, buni ko'pchilik biladi. Xullas, shu to'g'risida ko'pchilik so'ragan. Modellik hayotingiz haqida gapirib bering. Qanday qilib kirib kelgansiz? Boshida modellikka qiziqqanmisiz deb. Yo'q, albatta, qishloq qizi bo'lganman. Buxoro viloyatini Olot tumanida tug'ilganman. Hech qanaqa qishloq qizlari modellik haqida o'ylashni tasavvur ham qilmasak kerak. Masalan, men balkim o'ylayotgan qizlar bordir, lekin modellik hayolimni uchidan ham o'tmaganman. Model bo'laman, yo'q. Juda ham ko'p qiyinchiliklardan o'tganman. Turmushga chiqqanimdan keyin albatta bu xayolga kelishimni sababi turmush o'rtog'im bo'ladi, o'rtoqlar. Koreyaga turmushga chiqdim. Turmushimdan keyin beremenna bo'lib bolamni tug'dim. Juda ham ko'p stresli hayot o'tdi boshimdan. Albatta, hech qachon o'zim uchun birorta hobbiyim bo'lmagan, o'rtoqlar. Menda hobbi bor, bo'lishi kerak ekan degan xayol ham bo'lmagan. Chunki shunaqa katta bo'lganimiz uchun faqat oilaga, ayol kishi faqat borini oilasiga berishi kerak, o'zini unutishi kerak, o'zi yashamasligi kerak. Men shunaqa narsani ko'rib kelganim uchun o'zimni faqat oilamga berib, lekin sekin-sekin cho'kishni boshladim. Farzandimni tuqqanimdan keyin yosh bola bilan, bolamni ham qanaqa katta qilishni ham bilmasdim. Qaynonam yordam bermasdilar, hatto o'rgatmasdilar ham qaynonam. Onam bo'lsa 2 oy keldilar, bolam tug'ilgandan keyin O'zbekistonga ketdilar. Baribir O'zbekistonda dadam bor, oilalari bor. Bu yoqda men bilan bir umr tura olmaydilar. Keyin onam ketganlaridan keyin albatta qiynaldim juda ham. Shuning uchun bolamni 1 yoshigacha katta qildim, kasal qilmadim, hech narsa qilmadim. Lekin masalan O'zbekistonda tug'sangiz qaynonangiz yoningizda, qaynonalar o'rgatadi-yu keliniga, bolangga unaqa qilgin, bunaqa qilgin, qanday katta qilishni, qandoq yo'rgaklashni masalan o'rgatishadi. Bu yoqda unaqa narsa yo'q, umuman o'rgatishmadi. Lekin shunda juda ham qiynaldim, stres bo'ldim ham bu yoqda. Turmush o'rtog'imni qizlariga ham onalik qilishim kerak edi, operatsiya bilan tuqqandim. Ko'p streslar, oiladagi problemalar, bolalarning onasi bilan bo'lgan problemalar, xullas, katta qizimni boshidan menga bergan qiyinchiliklari hali ham. Xullas, shunaqa narsalardan keyin cho'kib qolish boshladi. Buni men turmush o'rtog'im ko'rib o'tira olmadilar. Yo'q, sen to'xtab turgin, sen bunaqada o'zingni o'zing yeb bitirasan. Sen unaqa bo'lish kerak emassan. Sen kuchli ayol bo'lishing kerak. Sen onasan, bitta farzandni dunyoga keltirding. Ikkitasiga ham yana ham onalik, 3 ta farzanding bor san. Shuning uchun senga kuchli bo'lishing kerak. Bunaqa uyda o'tirib olib, yig'lab, siqtab yurish kerak emas deb turmush o'rtog'im aytdi. Keyin internetdan model, o'zbekistonlik model qizni ko'rdim. Model emas, endi tanlovlarda qatnashayotgan bir qizni ko'rib qoldim. Koreyaga turmushga chiqqanmi, endi turmushga chiqmaganmiz, to'liq ma'lumotini bilmayman. Shu qizni Instagramda ko'rib qoldim. Tanlovlarda qatnashgan ekan. Keyin turmush o'rtog'imga ko'rsatdim, shu qizga qarang, tanlovlarda qatnashgan ekan deb bir og'iz aytdim. Keyin shunday turmush o'rtog'im menga qaradilardan, "Ey, to'xtab tur, seni bo'ying ham kam emas, sen ham 1.74 san. Sen ham model bemalol bo'lsang bo'ladi" deb kuldim. Keyin men modellikda umuman nimani tushunaman model bo'lib, na yurishni bilsam, na podiumda na gapirishni bilsam, nima qilaman u yoqqa borib desam, turmush o'rtog'im hamma narsani ham noldan o'rgansa bo'ladi. Odamzod hamma narsani o'rgansa, harakat qilsa iloji bor. Shuning uchun kuchli bo'lsang, agar seni ishtiyoqing bo'lsa, orqangda men borman. Men turib beraman senga. Shu model bo'lishingda ham qancha pul ketsa ham, nima bo'lsa ham, faqat sen o'zingni qayta tiklagin. Bunaqa yig'lab, uyda siqtab uyda o'tirmagin bunaqa. Menga kuchli ayol kerak, chiroyli ayol kerak. Buning uchun qo'limdan kelsa, nima kelsa hammasini qilaman, moddiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham, dedi. Keyin bu narsa menga kuch berdi, to'g'risi. Keyin o'sha Instagramda o'sha modellik tanlovlarda qatnashgan qizga yozdim. Koreyada ekansiz, men ham shu tanlovlarda qatnashishni xohlayman. Qanaqa qilib qatnashsa bo'ladi, qanaqa qilib podiumga chiqsa bo'ladi, yurishni ham hech narsani ham bilmayman desam, o'sha qiz keyin uyi juda ham uzoq joyda ekan.
mani uyim shu joyda, agar kelsang tushuntiraman dedi. Keyin turmush o'rtog'im yarim kechasi bo'lsa ham shu mashinada ishini qo'ydida mani olib bordi. Chaqalog'im bor qo'limda, 1 yoshli Ra'no bilan borganman uylariga o'sha qizni. Keyin u qizni uyiga borsak, hech qanaqa modellik to'g'risida ma'lumot olish uchun borganman, lekin parfyumeriya sotar ekanlar u qiz. Keyin shuni ko'rsatdilar. Ozgina modellik to'g'risida ham yurish haqida, san yurishni o'rganishing kerak, unaqa bunaqa dedilar. Keyin modellik akademiyasiga men ham bormoqchiman. Olib bora olasizmi meni desam, mayli bo'pti, modellik akademiyasiga falon soatda ko'rishamiz shu yoqda. Olib boraman, seni tanishtiraman o'sha joyda dedilar. Keyin modellik akademiyasiga bordim birinchi marta turmush o'rtog'im bilan birgalikda. Keyin akademiyada kirganimizdan keyin bizga tushuntirishni berishdi. Yurish o'rganish kerak, darslar olish kerak, keyin tanlovda qatnashsa bo'ladi. Yurish darslari faqatgina Seulda o'tkazilar ekan. Hamma to'garaklar, walkingni o'rgatadigan hamma to'garaklar Seulda ekan o'rtoqlar. Shuning uchun men 1 soat, 1,5 soat borib kelishimga avtobusda vaqt ketar ekan. Turmush o'rtog'im hammasiga okey, roziman. Faqat darslarni yakshanba kuniga, haftani o'rtasiga 2 kunga, yakshanba kuniga, chunki yakshanba kuni turmush o'rtog'im uyda bo'lardilar. Shuning uchun haftani o'rtasida bo'lsa, vaqtli kelganlarda bolamni qo'yib, keyin kechgacha borib walkingni o'rganardim darsni. Xullas shu bilan bir 4 oymi, 5 oychami walking darslariga har kun, ba'zida hafta oxirida, xullas muntazam ravishda walkingni o'rgandim va qatnashishimda birinchi va meni juda katta muvaffaqiyatga erishtirgan tanlovda qatnashga muvaffaq bo'ldim o'rtoqlar. Bu yoqda ham shartlarni bajardim. Birinchi o'rinda yurishingizni, qiziqishlaringizni, hobbingizni hammasini so'rashadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tanga, ya'ni zinalardan chiqqaningizdan keyin siz katta podiumda o'zingiz haqingizda aytib, qayerdan, qaysi davlatdan kelganingizni, xullas mayda detallarigacha e'tibor berishar ekan. Men modellikda juda ham ko'p o'rtoqlar, tanishlar orttirdim. Shu birinchi tanlovda meni shu birga olib borgan o'zbekistonlik qizim birgalikda o'sha tanlovda qatnashdi. O'sha modellik akademiyasini bilan o'sha modellik akademiyasi ochgan katta tanlovda o'sha qiz ham qatnashdi. Chet elliklarning ichida, masalan, xitoyliklar, yaponiyaliklar, juda ham ko'p davlatlardan bor edi. Biz ham O'zbekistondan 3 ta qiz qatnashdik o'sha tanlovda. Keyin men juda ham hurmat qilardim u qizni, chunki men shu modellik akademiyasiga olib borgan, tanishtirgan o'sha joyda ham o'zbek bizlar, juda ham qattiq hurmat qilardim. Stress paytlarimda meni birorta o'zbek dugonamam bo'lmagan, o'sha o'zbekistonlik qizni ko'rganda juda ham xursand bo'lganman, to'g'risini aytsam. Meni olib borgani uchun minnatdor edim. Lekin bitta narsa sog'ishoninglar, meni tanlovda qatnashdik, hech narsadan xabarim yo'q edi. Faqat shu tanlovga o'zimni hayolimni, o'zimni bor kuchimni bag'ishlagandim. To'g'risi yurish, tinimsiz faqat mehnat, tinimsiz harakat qildim. Hatto kiyimlarni ham qarasam, boshqa koreys qizlar, modellar u kiyimlarni 2000-3000 dollarlarga prokatga olishar ekan. Men bilmaganman shu narsani. Menga unaqa gap aytishmagan hamda modellik akademiyasida. Shundoq tresni ham bitta o'zimiz yoqtirgan kiyim kiyib chiqamiz, bitta tres kiyib chiqishimiz kerak. Menda ikkalasida ham tres bo'lgan. Turmush o'rtog'im o'zlari tanlab chet eldan zakaz qildirganlar. Qimmatga ham emas o'rtoqlar. Bo'ladi. 60 dollarlik tres kiyim kiyganman, ko'ylak kiyganman. Ikkalasi ham bittasi 100 dollar, bittasi 60 dollar. O'zimniki prokatga olmaganman, chet eldan zakaz qildirganman. Keyin bu kiyimlarni kiyib chiqdik. U qiz va o'sha o'zbek qizlar bilan birgalikda bitta dasturxonda o'tirdik. Endi bizni hakamlar kim o'rin olganini aytish kerak. U hali tanaffus paytida ovqatlanishga o'tirdik. Keyin bu qizlar o'zlaricha ikkita o'zbek qiz, o'sha meni olib borgan qiz bilan yondagi dugonasi biri bilan anav qildi. Sen birinchi o'rin olsang anav qilamiz, men uni olsam, как будто o'rin oladigandek qilib gapirdi. Men xursandman-da, men masalan o'rin olsa, lekin men ishonchim komil emasdi. Birinchi marta podiumga chiqishim, birinchi marta tanlovda qatnashishim, o'rin olaman ham deb umuman o'ylamaganman. Keyin
o'rinlarni aytishdi bizni. Chet elliklar chiqishdi. Chet elliklarning ichida kimdir birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinni olishi kerak. Buni ichida endi birinchi o'rinni narigi o'zbek qiz oldi. Keyin uchinchi yo ikkinchi o'rinni mani akademiyaga olib borgan o'zbek qiz oldi. Endi buni oliy o'rin bor, birinchi o'rindan ham yuqori o'rin bor. Men hamma o'rin olgan, men oxirida qolganman, lekin men buni tabiiy deb o'ylayapman, chunki meni birinchi chiqishim, men hech qanaqa o'rin olaman. Shu chiqqanimga ham rahmat. Shu harakat qildim, hamma narsani ko'rdim qanaqa bo'lishini. Keyingi safar xudo xolasa o'rin olarman deb o'zimda ichimda endi o'zimga o'zim taskin beryapman-da. Keyin bu qiz nima deydi, yuzini ko'rinishi juda ham o'zgardi. Uchinchimi, ikkinchi o'rinni olgandan keyin meni shu podiumga olib borgan, akademiyaga olib borgan o'zbek qizni. Keyin hayron qoldim. Endi pastroq o'rinni olganiga xafa bo'lib qolgandir-da. Ha, keyinroq olar deb men orqada o'tirman, oldinda o'rin olganlarni chaqirishgan. Keyin oliy o'rin bitta qolgan, endi hayolimga ham kelmaganman. Oliy o'rin tushimga ham kirmagan narsada keyin meni ismimni aytishdi. O'zbekistondan kelgan Munisa deyishdi-da. Men shokdaman, shu yoqda yig'layapman. Ko'zimni hech kim o'zimni ko'rmayapti, faqat yig'layapman. Noto'g'ri eshitdimmi? Qarab turibman. Oilam, erim, dugonalarim, hamma koreys dugonalarim ular baqirib yotibdi, birinchi o'rinni, oliy o'rinni olding, tabriklaymiz seni deb. Keyin chiqdim, menga o'rinni, mukofotlarni berishdi. Shunda birinchi 7 million pul olganman. Ham katta mukofotim, ham meni o'zimni ishimni, o'zim faoliyatimni olib borishimda turtki bo'lgan birinchi mukofotim bo'ladi. Men o'zim bilan o'zim bo'lib ketdim-da. Keyin birinchi oliy o'rinni olgan, masalan, ayollarni, qizlarni chaqirishdi, fotosessiyalar bo'lib ketdi, intervyular berib ketdik. Xullas o'zimiz bilan o'zim 1 soat, 1,5 soatdan keyin kiyinish xonasiga keldim. Charchab, shunday fotosessiyalar tugagandan keyin sovg'alarni olib bo'lib, endi tanlov ham tugab, oxirida endi bordim kiyinish xonasiga, kiyimni alishtirish uchun xursandman shundayda. Endi u qizlar meni tabriklashmadi-da. Ular kiyinish xonasiga ketishdi. Keyin kiyinish xonasiga borsam, meni akademiyaga olib borgan qiz dodlab yig'layapti-da. Menga birinchi oliy o'rinni berishing kerak edi. Menga beraman deb va'da bergandi. Menga oliy o'rinni bermadi. Janjal ko'rsatdi, yig'layapti. Men shokdaman. Men qanaqa hurmat qilardim-da u qizni. O'zim hurmat qilib shunaqa yaxshi ko'rardim. Meni akademiyaga olib keldi. Meni bir og'iz tabriklamadi hamda, ishoninglar. Men shundoq shokdaman. Nima qilishimga hayronman. Nimaga yig'layapti deb desamki, aytishdi, oliy o'rinni berishmagan. Shunaqangi yig'layapti. Borib shu akademiyani boshliqlari bilan ham adashmasam tortishib kelgan. Nimaga menga oliy o'rinni bermading? Nimaga unga berding? Meni o'zlari olib borgan qo'limdan ushlab shu akademiyaga. Lekin nimaga unga berding? Xullas, o'shandan keyin u qizdan juda ham hafsalam o'ldi. Kim bilandir dugona bo'lishdan ham qo'rqib qoldim. Nimagaki meni qo'limdan ushlab olib borgan qiz, men juda hurmat qiladigan inson. Men masalan o'zim olib bordim, shu men yutuqqa erishsam xursand bo'ladi deb o'ylagandim, lekin men hech narsadan xabarim yo'q. Balkim gaplashgandir, balkim gaplashmagandir akademiyadagilar bilan, lekin meni hech narsadan xabarim yo'q edi shu. Shundan keyin modellik yo'nalishim boshlanib ketgan, keyin har xil podiumlarda chiqishni boshladim. Oliy o'rinni olganingizdan keyin modellik akademiyasi o'zlari sizga har xil podiumlarni taklif qilishadi, chunki o'zlarini ko'tarib bergan insonni o'zlari faoliyatini yuritishga yordam berishadi. Yana darslarimni davom ettirdim. Podiumda yurishni, walking qilishni 1 yil, 1,5 yil o'rgandim. Hozir yana qaytadan boshladim o'rganishni. Keyin kichkina tanlov, yana kichkina tanlovlarda qatnashdim. O'zimni kuchimni sinashga harakat qildim. Xullas, modellik hayotiga kirib kelishimning eng asosiy sabablaridan biri bu orqamda turib bergan turmush o'rtog'im bo'ladi. Juda katta, to'g'risi mablag' ketgan hammasiga. Walkingni o'rganish juda ham qimmat turadi Koreyada. Bitta darsimiz, bizlar 1 oylik darsimiz 600 ming, 700 ming turadi. Koreya vonida qimmatda 1 oylikka. Shunda men 1,5 yil pashta qatnadim. Turmush o'rtog'im o'z ishingni ustasi bo'lguningcha, stresslardan chiqib olishingcha, o'zingga bir chiroyli hobbi yaratishingda men har doim yordam beraman. Hozir ham mana har doim orqamda turadilar, yordam beradilar. Keyin men
o'zimni o'ylashni boshlaganman, o'zimni yaxshi ko'rishni boshlaganman, o'zim uchun vaqt ajratganman. Farzand tug'di degani bu o'ldi degani emas. Turmushga chiqdi degani bu o'ldi degani emas. Keyin o'zim anglaganman, man hali yoshman. Man hali nima bu bunaqa kichkina qiyinchiliklar meni yengish kerak emas. Menga o'zimga bo'lgan ishonchim kuchaygan. Buni ko'rib turmush o'rtog'im juda ham xursand bo'lganlar. Hali ham aytadilar, "Sen o'zingni o'zing tiklading, juda ham xursandman. Men ozginagina yordam berdim, lekin sen o'zingni tiklading" deb hali ham orqamda turadilar. Blogerlik faoliyatimni keyin boshlaganman. Keyin hozir ham blogerligimda ham yordam beradilar. Orqamda turib har bir videolarimni ko'radilar, kerakli hamma narsalarni muhayyo qilishga harakat qiladilar. To'g'risini aytsam, ayol kishini gullab, yashnab, chiroyli bo'lib yurishi uchun, chiroyli bo'lib yurishida, ayolligini his qilishida, kuchli bo'lishida orqasidagi erkak kishi sabab. Kuchsiz bo'lib yig'lab yurishiga ham erkak kishi sababchi. Chiroyli bo'lib yurishida ham, guldek ochilib yurishiga ham erkak kishi sababchi deb o'ylayman. Kichkina qiyinchiliklarni bo'lsa, ikkalamiz birgalikda, er-xotin birgalikda yengamiz degan umiddaman. Xullas, modellik hayotim shundan boshlangan. Yana bir marta aytaman, men professional model emasman, men hobbiyim. Hobbiy shug'ullanaman, lekin hech qachon bu hobbiyimni to'xtatmayman. Mashhur dizaynerlar podiumlarda chiqish uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Boshqa qizlarjonlarga ham har doim harakat qilishdan to'xtamasliklaringizni so'rab qolardim, chunki biz hali yoshmiz, biz hali chiroylimiz. Biz 70-80 ga kirganda ham hamma narsani uddalaymiz deb o'ylayman va shu narsaga men ishonaman.